Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Oldingi videolarimda va Telegram kanalimda bu video dars haqida ancha oldin va'da bergandim va mana shu video darsga xush kelibsiz. Ya'ni telefon orqali daromad olish usullarini to'liq video dars qilib chiqaraman degandim. Xo'p, hozir hisoblasam ko'payib ketar ekan, shuning uchun 4 ta video tarzida olishga qaror qildik. Bugun Telegram haqida gaplashamiz. Albatta yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu birinchi videomiz. Keyingi videolarda YouTube saytlardan, dasturlardan qanday qilib daromad olishni ko'rib o'tamiz. Mana buni esa oxirgi videoda 5-sini aytib o'taman 4-videoda. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, foydali videoni o'tkazib yubormaysiz. Hammasini to'liq tushuntirib o'taman. Bu videoda ba'zi ma'lumotlarni siz bilishingiz mumkin, xohlasangiz foydalanib kelayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Shuning uchun men sizlarga o'zim bilgan hamma ma'lumotni ko'rsatib o'tishga qaror qildim. Albatta telefon orqali bo'ladi. Telefon orqali daromad olsa bo'ladigan yo'nalishlarni va usullarni yozib ketganman. Yo'nalishimiz bu boshqacha yo'nalishda qilishga qaror qildim, chunki hech narsa qolib ketmasligi uchun qo'llanmaga o'xshatib videoni tayyorladim. Demak, birinchi usulimiz Telegram. Telegramda qanday qilib daromad olsak bo'ladi? Kanal orqali, marketing orqali, kripto valyutalar orqali, botlar orqali, xizmatlar, o'z xizmatlaringizni taklif qilib, giftlar orqali va kontentlar orqali daromad qilsak bo'ladi. Bundan boshqa daromad qilish manbalari bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib ketishingiz mumkin. Yoki shular bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kommentariyada va Telegram profilimizni qanday savol berish hammasini video opisaniyada va kanalimiz opisaniyasida qo'yib qo'yganmiz. Bemalol o'tib murojaat qilsangiz bo'ladi. Xo'p, birinchisi kanal. Ya'ni kanalda qanday qilib daromad olishimiz mumkin? Sotuv, marketing. Ya'ni bu yerda o'z tovarlaringizni sotib, yangi kanal ochasiz, brendingiz bo'lsa brendingiz, bo'lmasam yaxshi nom tanlaysiz va yaxshi kontentlar qilib borasiz. Ya'ni o'zingizni mahsulotlaringizni, tovarlaringizni taklif qilib borasiz. Keyingisi kontent sotuvi. Bu yerda siz ma'lumotlar sotasiz, ya'ni yaxshi kontentlar qilib, foydali bo'lgan kontentlar qilib daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Bular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketyapman. Alohida hamma yo'nalishga to'xtab o'tamiz. Shaxsiy blog. Ya'ni hayotingizdagi qiziqarli voqealar, o'zingizni hayotingizdagi o'sha ma'lumotlarni berib, shunaqa kanal yaratib shaxsiy blog sifatida yuritsangiz bo'ladi. Bugun bu ishlarni qildik yoki qiziq o'sha hayotingizdagi qiziq o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlar kanali desak bo'ladi. Buni ko'proq blogerlar qilishadi. Endi hozir shaxsiy kanal Telegramga qo'shilgan. Mana shu shaxsiy kanal o'zingiz profilingizga qo'shib qo'yib, yaqinlaringizga yoki Instagramda blogerlarga yaqin obunachingiz ko'p bo'lsa, mana shuni yo'nalishda ham ijod qilsangiz bo'ladi. Keyin reklama orqali. Mana shu aytganlarimizni hammasi Telegram, YouTube'ni hammasi reklamaga asoslangan. Bu asosiy yo'nalish hisoblanadi. Bu marketing yoki reklama yo'nalishlari video davomida juda ko'p marotaba ishtirok etadi. E'tibor bermaysizlar, chunki hammasini to'liq tushuntirish uchun yozib ketganman. Xo'p, keyingisi kanallar sotuvi. Bu yerda siz kanal yaratasiz va uni sotasiz. Xo'p, endi buni ham bir ikkita yo'nalishlari bor. Ya'ni siz kanal yaratasiz, o'zingiz kontentlar qilib obunachilarni yig'asiz, o'zbek obunachilarni yoki ruscha kontent qilib rus obunachilarini yig'asiz va kanalingizni aktivini ko'tarib borasiz va keyin sotasiz.
bunda qimmatroq narxga sotishingiz mumkin. Va yana bitta yo'nalishi bu eski guruhlar. Ya'ni eski guruhlar orqali, eski guruh kanallar orqali siz daromad olasiz. Ya'ni ochib qo'yasiz kanalingizni. Bu yil hozirgi vaqtda ochsangiz 3-4 yildan keyin kanalingizni narxi 100 mingga chiqadi. Taxminiy hisob. Endi aniq bilmayman. Hozir shu holatda bo'lyapti. 2021, 2020 yoki bundan pastlar narxlari shu holatda 100 ming atrofida yoki 70 ming, 80 ming bo'lyapti arzon narxlar. Mana shu holatda kanalingizni o'sha paytda sotib yuborasiz. Albatta bu holatda siz kanalingizga biror xabar yuborib turishingiz kerak bo'ladi. Keyin ma'lumotlar kanali, foydali ma'lumotlarni haqida kanal ochasiz va mana shu ma'lumotlarni sotasiz yoki joylab borasiz. Ular sizga reaksiya bildiradi va hadyalar yuboradi. Mana shu orqali daromad olsangiz bo'ladi. Ularni pulga aylantirib chiqarib olasiz. Va yangiliklar kanali. Bu ham xuddi shu tepadagi bilan bir xil yo'nalishda. Ya'ni buni ham ochasiz, sari yangiliklarni joylab borasiz, reklama olasiz va turli reklamalar orqali pul ishlaysiz. Kanallarni hamkorlik dasturlari bor hozir, o'shalar pul beradi. Undan tashqari turli xil o'sha hadyalar yuborishadi, donat qilishadi, reaksiyalar bildirishadi. Mana shularni pulga aylantirib olasiz. Kanallar asosan mana shu yo'nalishlarda ishlaydi. Aytib o'tyapman, agar sizda yangi yo'nalishlar bo'lsa, kommentariyga yozib keting. Bilmagan yoki eshitgan yo'nalishingiz, mana shu haqida ma'lumotlar qilib video dars tayyorlab beramiz. Keyingisi marketing yo'nalishi. Ya'ni bu yo'nalishda siz kanal va guruhlar orqali ishlaysiz. Ya'ni o'z tovarlaringizni sotasiz. Kanal yoki guruhlarda. Hozir bu juda ham ommalashib ketgan usul hisoblanadi. Juda ko'pchilik bu holatdan foydalanishmoqda. Keyin reklama qilish. Ya'ni siz boshqaning tovarlarini reklama qilib berasiz. Bu haqda katta kerakli hamkorlik qilish uchun kerakli saytlar mavjud. Mana shu saytlarni olasiz va mahsulotni olib kanalingizga yuborasiz. Kanalingizdagi obunachilar shu orqali, havolasi orqali sotib olsa, sizga u mahsulot narxidan qanchadir qismini to'lab beradi yoki shartnomaga qarab shunaqa qilib boshqalarning tovarini sotib berishingiz mumkin. Yoki marketingda kanal ochasiz va boshqalar uchun bepul reklama kanalini yaratasiz. Ular kanal yoki guruhda bepul reklama kanalini yaratasiz. Xullas, tekin reklama qilish uchun guruh ochasizlar. Ochgandan so'ng fikrim ozgina bo'linib qoldi. Shuning uchun boshdan gapirib ketyapman. Ochgandan so'ng hamma tekin reklamalarni tashlaydi va xabarlarni qadash uchun siz asosiy inson sifatida yuborganingizda kanalingizga yuborish uchun pulli qilib qo'yasiz. 20 ming so'm, 15 ming so'm va mana shu orqali daromad qilasiz. Bularni hammasi sizga obunachi, kanalingizdagi obunachilarga, aktivlarga qarab ishlaydi. Asosan kanaldagi obunachilarga, guruhdagi obunachilarga qaraladi. Buni ham usullari bor, bir ikkita marketing hiylasi deydi, bunaqa usullari bor. Bundan hozirgacha juda ko'plab insonlar foydalanib kelmoqda va keyingi videolarda kommentariyaga yozib ketsangiz, bu haqda ham alohida video qilib chiqaramiz. Xo'p. Keyingisi xizmatlar sotish. Ya'ni siz Telegram orqali biror bir xizmatni bilsangiz yoki Instagram istalgan ijtimoiy tarmoqda siz bilgan xizmatlarni sotsangiz bo'ladi. Buning uchun yana o'sha auditoriya kerak bo'ladi yoki guruhlardan foydalansangiz bo'ladi. Hozir yuqorida aytib o'tgan mana bu yo'nalishimda ochilgan kanallar juda ko'p Telegramda. Siz ham ochsangiz bo'ladi va pastdagi xizmatlarni sotish bo'limi orqali o'z xizmatingizni reklama qilib
o'zingizga mijoz topsangiz bo'ladi bepulga. Ya'ni Instagramda galochka olib berish, Telegram kanal ochib berish, obunachi ko'paytirib berish, yoki Telegram premium olib berish, Telegram stars olib berish, Telegram giftlar olib berish. Xullas mana shunaqa oddiy xizmatlarni sotsangiz bo'ladi. Albatta bularga mijoz bor. Keyingisi kurslar sotish. Ya'ni biror nimani bilsangiz yoki o'rganayotgan bo'lsangiz, ingliz tilimi yoki biror tilmi yoki biror matematika, fizika foydali ma'lumotlarni tashlab borasiz. Albatta obunachi yig'asiz va kurs yaratasiz, video dars yaratib sotsangiz bo'ladi va yoki hozirda rivojlanayotgan video darsdan ko'ra yaxshiroq ketayotgan jonli efir kanalidagi obunachilarga jonli efirda bepul dars o'tiladi va alohida premium darsni o'sha sizni kurslaringizga qo'shilgan insonlarga o'tib berasiz. Mana shu holatda siz kurslar sotib daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Video dars yaratib sotish hozir nima desa bo'ladi, urfdan qoldi. Lekin mana shu kurs sotish, ya'ni jonli efirda Telegram kanaliga kurs qilib bepulga video darslar yuborib premium kurslarni sotib daromad qilishmoqda. Asosan o'qituvchilar yoki telefon yo'nalishida bo'ladimi, kompyuter yo'nalishida bo'ladimi, IT til yo'nalishida bo'ladimi, oddiy matematika, fizika, kimyo, biologiya qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar bularga ham albatta mana shu orqali ham Telegramdan daromad qilsa bo'ladi. Keyingisi kontent sotuvi. Bu sotuv Telegramda o'zingizni kontentlaringizni sotib daromad qilasiz. Ya'ni Telegramda masalan, misol uchun ma'lumotlar kanali, faktlar kanali ochdim yoki qiziqarli ma'lumotlar yoki birorta insonlarni o'ziga jalb qiluvchi kanal yoki guruh yoki bot, xullas nima bo'lsa ochasiz. Ochganingizdan so'ng shu foydali obunachilarni yig'asiz. Yig'ganingizdan so'ng o'zidan o'zi kanalingizda 1000 ta obunachi bo'lsa, o'zidan o'zi qo'shiladi. Reklama qilsangiz, birov o'sha yuqorida aytgan mana bu kanalingizga reklama qilasiz. Albatta busiz obunachi qo'shish ozgina qiyinroq yoki pulga qo'shtirasiz. Bu sarmoya tikish o'zingizga bog'liq. Asosan men sarmoyasiz yo'nalishlarni ko'rsatib o'tyapman. Iloji boricha internetdan biz daromad olmoqchimiz. Shuning uchun sarmoyasiz yo'nalishlarni iloji boricha ko'rsatib o'tyapman. Xo'p, keyin surat, videolarni hozir pulga sotish urfga kirgan. Ya'ni 2 kunda, 3 kunda bir qiziqarli ma'lumot yozilgan surat yoki video qilasiz va 4 ta yoki 5 ta yulduz qilib narxini belgilab qo'yasiz. Uni obunachilaringiz o'sha yo'nalishda bo'lgandan keyin qiziqib ochishadi va uni sizni balansingizga yulduzlar, starslar tushadi va uni siz pulga aylantirib olasiz. Monetizatsiya deydi uni, kanalingizni monetizatsiyasi. Asosan kanal va guruhlar uchun mana shu holat. Sizda yana biror fikrlar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Yana qanday marketing usullari bor Telegramda? Xo'p, keyingisi kriptovalyuta. Bunga endi nima desak bo'ladi? Sarmoyasiz qilish ilojsiz, lekin buni ham yo'lini oxirida ko'rsatib o'tib ketaman. Qaranglar. Kripto sotib olish va sotish. Bu holatdan qanday daromad olsak bo'ladi? Ya'ni biz kriptovalyuta sotib olamiz va sotamiz. Sotib olib narx ko'tarilgan sotsangiz bo'ladi. Sotib olib mijozlarga sotsangiz bo'ladi. Chunki juda ko'pchilik bundan foydalanishni bilmaydi va hozir Telegramda asosiy nimasini shunga qaratyapti e'tiborini. Kriptovalyuta sotadigan sotuvchi bo'lishingiz mumkin. Ya'ni siz Telegramdan, saytlardan sotib olasiz va mijozlarga sotasiz. Asosan Telegram wallet orqali o'tkazma bo'ladi. Buni ham sarmoyasiz yo'lni ko'rsatib o'tib ketaman. Keyingilarda alohida to'xtalishlar bor, yo'nalishlar bor keyingi bo'limlarda. Xo'p, o'tkazmalar. Ya'ni sizni
hozir o'tganimdek kriptovalyutani o'tkazib berib yuqoridagi bilan o'xshash, faqat bunda siz mijozga sotasiz, bunda esa biror boshqa nimaga o'tkazib berasiz. Sizda bor, sizga to'n tashlab beradi, siz USDT o'tkazib berasiz. Xullas mana shunaqa valyuta almashtirish, xullas hammasi bir-biriga kirib ketadi. Bulardan qanchadir miqdorda olib qolasiz xizmatingiz uchun. Foiz emas, lekin o'zingizga bog'liq bu. Keyin xizmatlar. Ya'ni bu qanaqa xizmatlar? Wallet ochib berish, Telegram wallet ochib berish, sozlab berish, identifikatsiyani o'tib berish, nomer kiritib berish, yoki o'sha Telegramda kanal ochib berish, kanal aktivini ko'tarib berish, reaksiya ko'paytirib berish, xullas shunga o'xshagan narsalar. Shunaqa xizmatlar, shunday o'rganib olasiz. YouTube'da bu haqda juda ko'plab video darslar bor. Mana shuni o'rganib olib qilsangiz bo'ladi. Keyingi yo'nalishimiz bot yo'nalishi. Bundan ham juda ko'plab insonlar daromad olishyapti, o'z bizneslarini rivojlantirishyapti. Ayniqsa hozir AI, ya'ni sun'iy intellekt rivojlanib ketdi va mana shu orqali integratsiya qilib topib kelishmoqda. U haqda ham alohida bir video dars qilaman. Faqat hozir asosiy yo'nalishlarni ko'rib o'tamiz. Birinchi yo'nalishimiz yaratish va sotish. Siz insonlarga kerakli mavzuda bot yaratasiz. Ya'ni biror biznes uchun bot yaratasiz. Hisoblash yoki kalkulyator bot yoki shunga o'xshagan yoki kattaroq bot yaratasiz. Buning uchun bot yaratishni yaxshi bilishingiz kerak. Yoki oddiy menyuli bot, reklama bot, nakrutka bot, qo'shiq bot, shu botlar orqali yaratib ham sotsangiz bo'ladi. Kimgadir kerak bo'lmasa, kimdir oladi mana shu narsani. Bu isbotdan o'tgan shaxsan o'zim shunaqa oddiy botlarni yaratib chakanasini sotganman. Xo'p. Keyingi yo'nalishimiz bu yaratib foydalanish. Bu ham eng asosiy yo'nalishlarimizdan biri botlar. O'zimizga foydalanish uchun botlar yaratamiz. Ya'ni guruhlarga qo'shuvchi bot. Odamlarni o'sha guruhlarda odam ko'p bo'ladi, qo'shilganlarni o'chirib turadi. Xullas mana shunaqa xizmatlarni yaratuvchi botlar yoki reklama botlari yoki turli xil botlar bor. Buni bilasiz o'zingiz ham. Nakrutka botlar bor. Yoki o'sha kanallarga obuna qo'shib beruvchi o'sha nakrutka botlar, qo'shiq botlar bor. Internetdan video yuklab beruvchi botlar bor, bot yaratuvchi botlar bor. Mana shu botlarni yaratasiz va albatta shulardan foydalanasiz. Ko'p orqali reklama orqali foydalanasiz va o'sha sizga kelgan xizmatlar uchun foydalansangiz bo'ladi. Yaratib berish xizmati. Bu yerda siz xizmatingizni sotasiz. Bunda sizga mana bu yerga o'xshab vaqt talab qilinmaydi. Qancha obunachi yig'ish yoki mijoz topish haqidagi vaqt talab qilinmaydi. Faqat mijoz topasiz, to'g'ri. Chunki siz tayyor mijozdan zakasini olasiz, pulni tashlab beradi, siz shunchaki yaratib unga o'tkazib berasiz. Shu holat. Bo'ldi, sizdan boshqa narsa talab qilinmaydi. Faqat buni o'rganishingiz kerak. Yuqorida aytib o'tganimdek, bu haqda internetda juda ko'plab ma'lumotlar bor. Til bilsangiz, turli xil saytlarda ham bu haqda alohida videolar qilishgan. Keyingisi botlar orqali referal va obuna bo'lish orqali pul ishlash. Bu holat sizlarga begona emas. Ya'ni turli xil botlar orqali obuna bo'lasiz, kanallarga, reklamalarga kirib videolar ko'rasiz. Xullas sizga berilgan zadaniya, vazifalarni bajarganingiz uchun sizga 200 so'm, 300 so'm, 400 so'm, 500 so'm, 1000 so'm, 5000, xullas shu holatda pul to'laydi yoki u botga obunachi chaqirib berasiz. Shu holatda ular
sizga pul to'laydi. Mana shu holatlar orqali pul ishlab chiqarib olishingiz mumkin. Lekin buni botlarni ishonchlisini albatta bilib bo'lmaydi. Ko'pchiligi sarmoya talab qilinadi, ko'pi moshinnik bo'ladi. Shuning uchun bu 50 ga 50, lekin ishlay olsangiz 100% daromad qilsangiz bo'ladi. Faqat bu ham oson emas. Katta daromad olib bo'lmaydi pul tikmasdan bu holatda. Shuning uchun lekin bekor o'tirgandan ko'ra foydalanib turgan yaxshi. Keyingi bo'lim xizmatlar bo'limi. Bu yerda kanal, guruh, botlar orqali o'z xizmatlaringizni sotsangiz bo'ladi. Mana yo'nalishlar yozib qo'yganmiz. Kanal, guruh bu asosiy yo'nalishimiz. Asosan shular uchun ishlaydi. Telegram asosiy narsalar bo'lganligi uchun. Hop, o'z xizmatlarini sotish. Yuqorida aytib o'tdim. Biladigan narsalaringiz, telefonda nima qilishni bilasiz? Oddiy ilova yuklashni bilasiz yoki Telegramda premium olishni bilasiz. Instagramda galochka olishni bilasiz. Ular hozir uncha muammo emas, lekin ko'pchilik insonlar miyasini, boshini qiynashni istamaydi. Shuning uchun shunaqa olib beradigan insonlarni izlaydi va siz olib bersangiz bo'ladi. Bu holat juda zo'r yo'nalish bu. Boshqa yo'nalishlar ham YouTube'da kanal ochib berish yoki Instagramda kanal ochib berish, sozlab berish, Instagramni targetingga ulab berish. Juda ham ko'p yo'nalishlar bor bu sohada. O'tkazmalar, ya'ni kriptovalyuta o'tkazmalar, pul o'tkazmalar, yulduzlar, ya'ni siz pul olasiz, so'mda siz o'rniga yulduz tashlab berasiz. Ikkinchi yo'nalishimiz, birinchi yo'nalishimiz bo'ldi. Gaplashib o'tdik, ozgina bo'lsa ham ma'lumot berdik. Keyingi yo'nalishimiz o'tkazmalar yo'nalishi. Shu holatda yoki kriptovalyutalarni o'tkazmalar orqali o'tkazib berasiz, o'rniga so'm olasiz yoki siz kriptovalyuta olasiz, o'rniga so'm o'tkazib berasiz. Xullas, sizdan hech narsa talab qilinmaydi, faqat siz isbot to'plab borasiz. Boshida arzonroq qilsangiz ham bo'laveradi, faqat sizga isbotlarni bitta kanal ochib tashlab borishingiz kerak. Telegramda mana shu holat. Keyin reklamalar yo'nalishini yana yuqorida aytib o'tdim. Telegram kanallar reklamasi, guruhlar reklamasi, YouTube kanallar reklamasi, xullas hammasini reklamalari bor. Bu haqda YouTube kanalimizga video ham joylaganmiz. Saytlar orqali sotish yoki shunaqa sotib beraman deb reklama olsangiz bo'ladi. Kanallar sotuvi bor. PUBG o'ynaydiganlar uchun yoki boshqa o'yinlar o'ynaydiganlar uchun o'yinlar kanal reklamalari bor. Ya'ni o'sha PUBG akkaunt yoki Free Fire DLC deydi, shunaqa o'yinlarni akkauntlarni sotish uchun kanal ochasiz va ular sizga akkauntini tashlab beradi. O'rtada turib berasiz, xizmatingizga pul olasiz va sotib berganingiz uchun pul olasiz. Mana shu holatlar reklamaga kirib ketadi va yuqorida aytgan yo'nalishim, ya'ni mahsulot, tovar yoki e'lonlarni sotish bo'yicha reklama kanal yo'nalishi. Hop, sotuv yo'nalishi yana kanallar va guruhlarni, botlarni sotish yo'nalishi bu. Ya'ni eski guruh kanallarni sotasiz yoki olib sotasiz. Eski guruh kanallarni arzonroq olasiz, tanishlaringizdan, do'stlaringiz, qarindoshlaringizdan arzonroq olasiz va sotasiz. Oladigan, qimmatroq narxda oladigan insonlarga sotasiz. Bu birinchi yo'nalishimiz. Keyingisi o'sha ko'tarib sotasiz. Obunachilarni ko'paytirib, aktivni ko'tarib, statistikasini bomba qilib sotasiz. Bunda anchagina foyda ko'rasiz. Sotsangiz, sotmasangiz o'sha foydalanib ham anchagina daromad olishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta yo'nalishimiz bu o'sha kanal va guruhlarni ochib qo'yib, vaqt o'tgandan keyin sotish. Bu ham juda ham zo'r yo'nalish hisoblanadi. Bu yo'nalish haqida ham gaplashdik. Servis yo'nalishi ko'pchilik Telegram akkauntlarida muammo bo'lib qoladi, walletlarda muammo bo'lib qoladi. Mana shu muammolarni yechib berish, ochib berish, buni ham xizmatlar bo'limida gaplashib o'tdik.
bu ham o'sha xizmatlar ichiga kirib ketadi. Istalgan Instagram parolini ochib berish, Instagram akkauntini qaytarib berish, tiklab berish, Instagram, Telegram kanallarni tiklab berish, xullas mana shunaqa yo'nalishlar. PUBG akkaunt bo'lsa, BAMdan chiqarib bo'lsa chiqarib berish, Telegram akkauntlarni spamdan chiqarib berish. Xullas bu haqda juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Keyin maslahat, ya'ni bu psixologlar yoki o'sha yaxshi biladigan nima deydi, professorlar deydimi yoki o'sha o'z ishini ustasi bo'lgan insonlarga inson sifatida siz maslahat berasiz. Biror yo'nalishingiz bo'lsa, masalan, avtomobil tushunsangiz, shunaqa kanal ochasiz, shunaqa o'sha insonlar sizga o'sha savol beradi, maslahat berasiz. Xullas, bitta Telegram premium olasiz, sizga xabar yozish uchun bitta yulduz qo'yib qo'yasiz, sizga yulduz balandligiga o'taveradi ular yo savoliga javob olishi uchun yoki boshqa o'zingizni miyangizdagi usullarni qo'llab ko'rsangiz bo'ladi. Bular hammasi oddiy narsalar. Telefonda mana shu orqali insonlar daromad qilyapti. Bu yoqda o'zini ishini qilyapti hayotda va onlayn ham daromad olishyapti. Bekor o'tirgani yo'q. Endi bu yerda qisqagina yo'nalishlarni aytib o'tganmiz. O'sha nakrutka xizmatlari, buni aytib o'tdik. Guruh kanallarga, Telegram guruh kanallar, botlarga obunachi qo'shib berasiz. Ya'ni buni bitta usulni o'rgatib ketaman. Telegramda nakrutka botlar bor. Mana shularga kirasiz, narxlarni bilasiz va reklamangizga narxlarini ozgina misumni oshirib qo'yasizmi, shunaqa oshirib, shu botdan foydalanib uni kanaliga qo'shib bersangiz bo'ladi. Mana shu usul ham o'xshaydigan usul. Bu usuldan juda ko'pchilik foydalanyapti. Lekin buni katta daromad olib kelmaydi-yu, lekin bekor o'tirgandan ko'ra shunaqa qilib pul ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni puli yetgan odam sizdan sotib beradi, faqat aldamasangiz, ishonchli bo'lsangiz bo'ldi. Keyin kripto oldi sottisi, bu yo'nalishda aytdim 2-3 martalab, juda ko'p aytdim. Yo'nalishlar qatoriga kiritib qo'ydim. Endi talabalar uchun xizmatlar yo'nalishi bor. Bu ham juda zo'r mavzu. Oddiy taqdimot yaratish yoki referat, kurs ishlari yoki o'qituvchilar uchun hujjat yaratish, shunaqa nimalarni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni oddiy ofis dasturida ishlashni o'rgansangiz bo'ldi. Bu juda oson. Internetga kirasiz, 2-3 kun video darsni ko'rib tugatasiz, o'rganasiz. Zo'r bo'lsa 1 oyda yoki 1 haftada o'rganishingiz mumkin. Hozirgi holatda shu ofis dasturlarida foydalanib yaratib bersangiz bo'ladi. Bunda ham yaxshi daromad bor, yaxshi daromad qilishyapti hozir. Telegramda xohlasangiz izlab ko'ringlar. Botlar yo'nalishida ko'rdik. Mana shu ham bot yo'nalishi zo'r. Chunki bot yaratib, mana shunga kiritib qo'yasiz. Avtomatik insonlar ishonchli botlarga ishonadi. Insonlardan ko'ra botlarga ishonch kuchliroq hozir. Lekin botingiz yaxshi ishlab berishi kerak, isbotlaringiz bo'lishi kerak. Asosiy bot sifatida bo'lishi kerak-da. Bunday odam, inson qarasa, siz botingizga shu yaratib beradi deya olish kerak. Kanallarga isbotlarni tashlab olish kerak. Xullas, mana shu holatda siz botingizni o'zi avtomatik sizga pul olib keladi. Integratsiya qilib tayyorlab qo'ysangiz. Keyin esa dizaynerlik. Buning uchun dizaynerlikni bilishingiz kerak. Ya'ni Telegramda logotip yoki bannerlar tayyorlab berish orqali daromad olsangiz ham bo'ladi. Buni oddiy yo'nalish sun'iy intellektda yaratib bersangiz ham bo'ladi. Albatta bunga ham mijoz topiladi. Faqat siz to'g'ri yo'nalishda, to'g'ri sun'iy intellekt bilan ishlashni bilishingiz kerak. Ya'ni qanday ishlash? Savollarni to'g'ri berish, o'sha yaratib beradigan logotipni to'g'ri tushuntirib berishni bilsangiz bo'ldi. Bu holat ham juda qiyin emas, o'rganish shart emas. Unaqa katta kompyuter yoki asosiy dasturlar kerak emas hozir. Oddiy telefonda ham yaratib bersangiz bo'ladi yoki qog'ozga chizib bitta sun'iy intellektga tashlab bersangiz, o'shani o'sha logotip sifatida chiroyli qilib dizaynlab beradi. Bu yo'nalishlarni aytib o'tdik. Telegram premium olib berish shu yo'nalishlarda o'sha xizmatlarga kirib ketadi. Keyingisi psixolog,
Ya'ni psixologik maslahatlar kanalini ochasiz, birorta kanaldan o'g'irlaysizmi, keyin sizga o'sha murojaat qilishlarida o'sha maslahatlarni pulli qilib qo'yasiz yoki video darslar sotasiz. Keyingi yo'nalish gift yo'nalishi. Bu yo'nalishda konkursda giftlar yutib olib sotasiz. Gift ya'ni Telegram hadyalar yoki boshqa giftlar ham bor qimmatroq, o'shalarni yutib olib sotsangiz bo'ladi. Konkurslarda turli xil botlarda ishlaysiz, xullas ishlab olib sotib olasiz. Mana oxirgi yo'nalishimizga qo'shib qo'yganmiz. Ya'ni o'sha turli xil botlarda, kanallarda ishlab olib sotish, mana shu ikkalasi bir-biriga o'xshaydi. Keyingisi sotib olib narx oshganda sotasiz. Ya'ni buni narxi juda ham tez o'zgaradi. Bu giftlar narxlari hozir juda ko'pchilik mana shu usuldan foydalanyapti. Bu haqda ham gift sotib olib sotish haqida ham video dars qilamiz inshaalloh. Xo'p, mijozlar puliga sotib olish. Ya'ni ko'pchilikka gift kerak bo'lsa, sizga murojaat qilishadi. Mijoz sizga murojaat qiladi, siz to'lovni oldindan olib, o'sha to'lovga gift sotib olasiz va unga tashlab berasiz. Undan qanchadir foyda qiladi. Ya'ni buni oddiy marketingda drop shopping deb ataladi va mana shu usuldan foydalansangiz bo'ladi. Keyingisi content, ya'ni video va suratlar qilib kanalingizni yuritasiz. Obunachilar ko'paygandan so'ng real obunachilar kontentlarni pulli qilib qo'yasiz ora-orada. Shu holatda yulduzlar ishlab uni pulga aylantirib olsangiz bo'ladi. Bunga alohida video chiqarganmiz, YouTube kanalimizda bor. Reaksiya orqali pul ishlash. Xuddi shu yo'nalishda kanal ochganingizda sizga yulduz reaksiyasini bildirishadi. Mana shu yulduz reaksiyasi orqali siz o'sha yig'ib bir oyda o'sha kanalingiz monetizatsiyaga ulangan hisoblanadi. Mana shu orqali Telegramda pul ishlashingiz mumkin bo'ladi va reklama orqali. Bu yo'nalishda ham gaplashib o'tdik. Ya'ni siz o'sha kanalingizda o'sha reklama qilib berasiz. Biror yo'nalishingizga mos bo'lgan kanallarni yoki shunga mos bo'lgan yo'nalishga mos bo'lgan mahsulot yoki tovarlarni, xizmatlarni reklama qilib berasiz. Bunga alohida pul to'lanadi sizga. Shu orqali aytib o'tdim videoning boshida, ba'zi yo'nalishlar asosiy negizi hisoblanadi va mana shu orqali daromad qilinadi deb aytib o'tdim. Bularning asosiysi mana shu reklama edi. Hamma narsa reklamaga asoslangan. Endi bu hamma usullar Telegramda kanal, guruh orqali ishlash usullari foydali kontent yaratish orqali amalga oshiriladi. Foydali kontent yaratasiz, obunachilarni yig'asiz. Bu tez bo'lmaydi. Zo'r bo'lsa tanishlaringiz, qishloqdoshlaringiz, qo'ni-qo'shni, barcha tanishlar orqali 300-400 obunachi qilsangiz bo'ladi. Ular orqali ham daromad olsangiz bo'ladi. Mana shu yo'nalishlarda. Ya'ni siz qo'rqmasdan ularga xizmatlaringizni taklif eta olishingiz kerak. Mana shu orqali Telegramda daromad olsangiz bo'ladi. Telegramda daromad olish bo'yicha 7 yil yoki 8 yildan beri mana shu yo'nalishda ishlab kelaman. Boshida o'rgandim, lekin tajriba orttirdik. Endi hozir daromad olib kelmoqdamiz. Shuning uchun sizlarga to'liq video qilib yo'nalishlarni ko'rsatib o'tyapman. Kimda qanaqa fikr bo'lsa, yangi yo'nalishlarmi, shuni yozib qoldiringlar. Bilmagan yoki mana yo'nalish haqida video qiling desangiz, o'rganib yoki bilmasam o'rganib yoki bilsam maslahat berib video chiqaramiz. Videomiz cho'zilib ketganligi uchun uzr so'rayman. Shuning uchun 4 ta qismga bo'lib video chiqarishga qaror qildim. Bu videoni va'da berganim uchun qilishga qaror qildim. Ko'pchilik so'radi. Shuning uchun foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Va videoga like bosib qo'yamiz azizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.